Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Assalomu alaykum. Eron hech qachon yadro quroliga ega bo'lmaydi. Benyamin Netanyahu. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisyasi tugmalarini bosib qo'ying. Isroil bosh vaziri X ijtimoiy tarmog'idagi rasmiy sahifasida sun'iy intellekt yordamida tayyorlangan o'zi va Tramp tasvirlangan suratni joylashtirdi. Rasm ustiga Eron hech qachon yadro quroliga ega bo'lmaydi deb yozilgan. Musulmon davlatlar yetakchilari Trampni Eron bilan urushni to'xtatishga chaqirmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp bilan videokonferensiya davomida bir qancha arab va musulmon davlatlar rahbarlari Eron bilan tinchlik bitimi tuzishga va mintaqadagi harbiy harakatlarga chek qo'yishga chaqirishdi. Bu haqda Axios nashri mintaqaviy manbaga tayanib ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, suhbatdosh ishtirokchilari Amerika rahbarini Yaqin Sharqdagi urushni to'xtatadigan va keskinlikni pasaytiradigan kelishuvni qo'llab-quvvatlashga chaqirgan. Barcha rahbarlarning xabari bir ovozdan iltimos edi. Butun mintaqa manfaati uchun urushni to'xtating, deb ta'kidladi manba. Avvalroq Tramp Bahrayn, Misr, Iordaniya, Qatar va Pokiston, Saudiya Arabistoni va Turkiya rahbarlari bilan tinchlik bitimi bo'yicha o'zaro anglashuv memorandumi loyihasini muhokama qilganini e'lon qilgan edi. AQSh prezidenti Donald Trampning aytishicha, Vashington Tehron bilan urushni tugatish bo'yicha yangi strategik ahamiyatga ega bo'lgan Hormuz bo'g'ozini ochish bo'yicha kelishuvga juda yaqin turibdi. Bu haqda 23 may kuni Tramp o'zining ijtimoiy tarmog'ida yozib qoldirgan. Uning so'zlariga ko'ra, yangi kelishuvning asosiy qismi allaqachon kelishib bo'lingan. Hozir esa oxirgi tafsilotlar muhokama qilinmoqda va yaqin vaqt ichida e'lon qilinadi. Shu bilan birga Eron harbiy vakili X ijtimoiy tarmog'ida Tehron kelishuv bo'lsa ham jahon neft va gaz savdosi uchun muhim hisoblangan Hormuz bo'g'ozi ustidan nazoratni saqlab qolishini bildirgan. Kelishuv nimani nazarda tutadi? Amerikaning Axios nashriga ko'ra, kelishuv loyihasi 60 kunlik sulhni uzaytirishni ko'zda tutadi. Bu davrda Hormuz bo'g'ozi kemalari uchun ochiq bo'ladi va Eron u yerdagi minalarni tozalash majburiyatini oladi. Bunga javoban AQSh Eron portlariga qo'yilgan blokadani bekor qiladi va Eron neftini erkin eksport qilish uchun ayrim sanksiyon yengilliklari beradi. Shuningdek, Eron yadro quroli yaratmaslikka va uran boyitish dasturini muzlatish bo'yicha muzokaralar olib borishga rozi bo'ladi. AQSh esa 60 kun davomida sanksiyalarni yumshatish va Eron aktivlarini muzlatishdan chiqarishni muhokama qiladi. Axios ma'lumotiga ko'ra, barcha kelishilgan bandlar faqat yakuniy shartnoma doirasida amalga oshiriladi. Shu vaqtgacha AQSh qo'shinlari mintaqadan chiqarilmaydi. Loyiha shuningdek Isroil va Livandagi Hizbulloh harakati o'rtasidagi urushni to'xtatishni ham nazarda tutadi. Oq uy kelishuv bo'yicha yakuniy kelishmovchiliklar bir necha soat ichida hal qilinib, bitim 24-may kuni e'lon qilinishi mumkinligini bildirgan. AQSh prezidenti Donald Tramp Eronni AQSh bayrog'i ranglarida tasvirladi. Bunday xaritani u o'zining ijtimoiy tarmog'ida e'lon qildi. Donald Tramp rasmga Yaqin Sharqdagi Qo'shma Shtatlari degan izoh qoldirgan. Avvalroq KBC News telekanali AQSh ma'muriyati Eronga qarshi yangi harbiy zarbalar ssenariylarini ko'rib chiqayotgani haqida xabar bergan. Telekanal manbalariga ko'ra, bu borada yakuniy qaror hali qabul qilinmagan. Bundan avval AQSh va Eron o'rtasidagi mojaroni tartibga solish bo'yicha muzokaralar aprel oyida boshlangani ma'lum qilingan edi. Biroq hozircha Vashington va Tehron o'rtasidagi tinchlik kelishuvi imzolanmagan. AQSh va Eron o'rtasidagi yangi kelishuv loyihasi e'lon qilindi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisyasi tugmalarini bosib qo'ying. Eron va Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi yangi kelishuv loyihasi barcha jabhalarda harbiy operatsiyalarni to'xtatishni talab qiladi va 10 banddan iborat. Hujjat matni Al-Arabiya tomonidan e'lon qilindi. Quruqlik, dengiz va havo kabi barcha jabhalarda zudlik bilan keng qamrovli va shartsiz sulh tuzish, harbiy, fuqarolik yoki iqtisodiy infratuzilmani nishonga olmaslik bo'yicha o'zaro majburiyat, suverenitet,
hududiy yaxlitlikni hurmat qilish va har bir mamlakatning ichki ishlariga aralashmaslik, Fors ko'rfazi, Hormuz bo'g'ozi va Ummon ko'rfazidagi kemalar erkin harakatlanishi va boshqalar. Eron AQShdan yangi tinchlik shartnomasi loyihasini oldi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Eron AQShdan yangi tinchlik shartnomasi loyihasini oldi. Tramp Tehrondan kerakli javoblar kutayotganini, aks holda urushni qayta boshlashga tayyorligini ma'lum qildi. Bu haqda Tehronning Tasnim axborot agentligi o'z manbalariga tayanib xabar bermoqda. Agentlikning yozishicha, AQSh tomonidan hujjatni Pokiston orqali yetkazgan. Tehron hozirda matnni o'rganmoqda va hali javob bergani yo'q. Donald Tramp agar Eron tinchlik shartnomasiga rozi bo'lmasa, AQSh Tehronga zarbalar berishni davom ettirishga tayyorligini aytdi. Shu bilan birga u Vashington to'g'ri javoblarni olish uchun bir necha kun kutib turishi mumkinligini istisno qilmadi. Ishoning, agar biz to'g'ri javoblarni ola olmasak, hamma narsa juda tez sodir bo'ladi, dedi Donald Tramp. Jurnalistlarning shartnoma loyihasiga javobni u qancha kutishga tayyorligi haqida savolga Tramp bu bir necha kun bo'lishi mumkin yoki juda tez sodir bo'ladi, deb javob berdi. Axios agentligining ma'lumotlariga ko'ra, Tramp Eron bilan kelishuvga erishish bo'yicha ushbu yangi urinishni Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan telefon orqali muhokama qilgan. Manbalarning bildirishicha, Tramp vositachilar Vashington va Tehron o'rtasida urushni rasman yakunlash va 30 kunlik muzokaralar davrini boshlash uchun imzolanishi kerak bo'lgan niyatlar maktubi ustida ishlayotganini aytgan, deyiladi xabarda.